Ertalabdan salom dasturining studiyasini aynan oshxonasidan endi davom ettiramiz. Menimcha ovqat tayyor, Zuhriddin. Deyarli tayyormi? Tayyor. Xo'p. Keling, tayyorligini birgalikda ko'ra qolamiz. Agar qarshi bo'lmasangiz. Suyagi yeyiladi dedingiz-ku. Da. Shuning uchun suyagi kattaroq suyagini oling. Xo'p. Siz uchun kattaroq suyagi. Suyag ajiganimiz qolar ekan. Ha? Bu yengillik mana. Ha, bu yengillik haqiqatdan. Tak. Voy, maydalanib ketdi. Qalay. Gap bo'lishi mumkin emas. Men mazasi yaxshimi? Yemaganman, to'g'risi. Voy. Zo'r gap yo'q. Xo'p, bunga necha soat vaqt ketadi tayyorlashga? Xo'p, bunimizga sharoitida tayyorlasa bo'ladimi? Uy sharoitida tayyorlasa bo'ladi, lekin buni har bittasini o'zini vaqti, daqiqasi bor. O'tib ham ketish kerak emas, qolib ham ketish kerak emas. Ha, oddiy ayollarimiz pishira olmaydi. Harakat qilsa bo'ladi, no sal qiyinroq. Ha. Keyin o'rgansa bo'ladimi? Xudo xolasa o'rgansa bo'ladi, qiyin joyi yo'q buni. Bu endi bu suyakli ovqat va aytib o'tganingizdek, spagetti va salatimiz. Aha, salat tayyor. Da, salatimiz tayyor, spagettimiz ham deyarli tayyor. Xudo xolasa hozir suzib rahmat. Shuni berasizlar. Men qoyil qoldim, to'g'risi. Suyakni men yeydigan qilib beraman deganingizda men to'g'risi ishonmayapman. Qoyil. Xudo xolasa qoyil qoldirishga dalshi. Rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, ertalabdan salom dasturi davom etadi. Bizni studiyamizda jajji bolajonlarimiz bilan tayyor turishibdi. Do'cha teatr studiyasi. Marhamat.